Qancha? 310 ming yuan? Bekorga pul yig'dim demagan ekansan, shuncha jamg'armang bor ekan-ku. Jishi, 310 ming yuan yetmaydi. Uzr, bizda bunday uylar yo'q. Qanaqasiga yo'q? Yo'q demang, yo'q. Rostdan ham 310 ming yuanga uy sotib olaman deb o'ylaysizmi? Lekin men avval variantlarni ko'rgandim. 45 kvadrat metrlik uy haqida gapiryapsanmi? U uchun dastlabki to'lov 300 ming yuan talab qilinadi, lekin uning holati eski. Oldingi mijozlar uni rad etishgan, chunki ularga yoqmagan. Balki yana bir marta o'ylab ko'r. O'ylashga hojat yo'q, menga to'g'ri keladi. Direktor Gao, siz bilmasangiz kerak, u butun vaqt shahar va qishloq o'rtasida yashaydi. Sizning uyingiz uning qishloqdagi uydan ancha yaxshi. Jishi, qanaqasiga bunday yashashing mumkin, ha? Agar menga turmushga chiqqaningda malikalardek yashayotgan bo'larding axir. Senga achinib ketyapman. Biz kambag'al bo'lsak ham baxtlimiz. Hayotimdan mamnunman. Iltimos, chegaradan oshma. Agar allaqachon qaror qilgan bo'lsang, hujjatlarni rasmiylashtiramiz. Aytganchi. Uzr, lekin siz ko'rayotgan uyning narxi oshdi. Endi dastlabki to'lov 320 ming yuan bo'ldi. Shuni aytmoqchi edim.